Farg'ona viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan muntazam ravishda ko'p qavatli xonadonlarni tutash hududini o'z boshimchalik bilan egallagan holatlari bo'yicha muntazam ravishda reyd tadbirlari amalga oshirilyapti. Xususan bugungi manzilimiz Farg'ona shahri Madadkor MFE hududida joylashgan 12-B ko'p qavatli xonadonning mulkdori tomonidan o'z boshimchalik bilan qurilgan naves qurilmalarini inspeksiya tomonidan berilgan majburiy ko'rsatma talablarini ixtiyoriy ravishda joyida bartaraf qilayotgan holatida turibmiz. Ya'ni mulkdorga tushuntirilib, ya'ni qoidabuzarlik holatini, oqibatini kelib chiqib tushuntirilganda mulkdor tomonidan ixtiyoriy ravishda o'z hisobidan buzdirish ishlari olib borilmoqda. Mazkur ko'p qavatli xonadonni tutash hududida boshqa mulkdorlar tomonidan ham sanitariya holatiga e'tibor berilishi, obodonlashtirish ishlarini amalga oshirishlari bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilib, tegishli ko'rsatmalar berildi.